Bugün çisla hürmetlik vatandaş 2021 yıl 7. ayının 27. günü. Hepteki sayşembe. Devamı. Yukarı leksimizin devamı vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlarining Muavin davlat shtakati Wendy Sherman mundaq to'xtaldi. Beijingning internet makoni, Tayvan bo'g'izi, Sharqiy dengiz, Janubiy dengizlik harakatlarga diqqat qilamiz. Wendy Sherman Muavin davlat shtakati Jungo tarafning oldiga bir qator masalalarni tashladi. Amerika ve Kanada grajdallarının Jungo'da nazarband qilinishi, chegaradan chiqishining cheklanganligi Jungo tarafning oldiga qo'yilgan bir masala bo'ldi. Ve agahlandırıp mundaq dedi. Muavin davlat shtakati ve Wendy Sherman. Bu adamlar bu sohbetde destek bo'lolmaydi. Bu adamlarni sohbetga destek qilmaymiz dedi. Muavin davlat shtakati ve qayta ta'kidlab mundaq dedi. Jungo'ning Dünya Sayyohat Tashkiloti bilan hamkorlashib, yuqumli virusning manbaini tekshirishiga yo'l qo'ymaganligi va ikkinchi bosqichlik tekshirishga diqqat qiladiganligimizni bildiramiz. Ya'ni Amerikaning shuningga diqqat qiladiganligini bildiramiz. Beijing o'ttirib qo'ygan katalogi. Jungo amaldorlari mundaq dedi, yoki diplomatiya amaldorlari, suhbat qatnashgan diplomatiya amaldorlari mundaq dedi. Muavin tashqi ishlar ministri shefim Amerika tarafga ikki turli katalog o'ttirg'a qo'ydi. Uning birinchisi xatolikni tuzatish katalogi. Uning ikkinchisi Jungo taraf diqqat qilayotgan nuqtaliq delollar katalogidan iborat. Avval qisada mundaq o'ttirg'a qo'yildi. Amerika taraf Jungolik o'quvchilarga va Jungo Kompartiyasi a'zolariga viza berish cheklamasini amaldan qoldirishi lozim. Ko'rdingizmi? Jungolik amaldorlarga, Jungo Kompartiyasining a'zolariga viza berish cheklamasini Amerika amaldan qoldirishi lozim. Buning ma'nosini tushundingizmi? Tushunasiz vatandosh. Jungo şirketlerini ve amaldorlarni embargo qilishda amaldan qoldirishi lozim. Jungo Tashqi ishlar ministrligi yana mundaq bildirdi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika davlat shtakati Wendy Sherman bilan ko'rishganda ixtiloflarni unumli kontrol qilish, Amerika Jungo munosabatining izidan chiqib ketishidan saqlanish uchun Jungo tarafning 3 modellik taklifni uchoq o'ttirib qo'ydi. Ya'ni xiris qilmaslik, cho'kirish, bitchit qilish, Jungoda sotsialistik tuzumni og'dirishga urinmaslik. Bu Amerikaga qo'ygan talab ekan Jungo tashqi ishlar ministri Wang Yining. Diqqat vatandaş, ya'ni xiris qilmaslik, cho'kirish, bitchit qilish, Jungoda sotsialistik tuzumni og'dirishga urinmaslik, Jungoning taraqqiyotini to'sishga, hatto uzib tashlashga urinmaslik. Ikkinchi. Uchinchi, Jungoning egilik huquqi va zamin butunligiga tajovuz qilmaslik, buzg'unchilik qilmaslik. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Uyg'uriston masalasi, Tibet masalasi, Hong Kong masalasi qatorliq masalalar azaldan qandaqdir kishilik huquq va demokratiya masalalari emas. Muavin davlat shtakati Wendy Sherman kishilik huquq bir davlatning ichki ishi emas deb ko'rsatdi. Kichik mavzu. Beijing'dan Washington Jungoning ichki ishlariga aralashdi deb ayblashlarga qarata Muavin davlat shtakati Wendy Sherman Amerika Birlashgan Millatlarning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi.
Kişilik hukuk hergizmi bir devletning ichki ishi emas. Ma'un davlat islohoti Vendi Sherman mundaq ko'rsatdi. Men Tianjinda Jungo diplomatlari bilan o'tkazgan suhbatimda Jungo bilan xalqlik masalalarni birlikda hal qilish jarayoniga yana bir qadam tashladim. Diqqat vatandosh. Muavin davlat islohoti Vendi Sherman mundaq ko'rsatdi. Takrorlayman. Men Tianjinda Jungo diplomatlari bilan o'tkazgan suhbatimda Jungo bilan xalqlik masalalarni birlikda hal qilish jarayoniga yana bir qadam tashladim. Fransiya agentligi nima degan edi? Alyaskadagi suhbatga selishtirganda bu qatimqi suhbat texmi cho'nqur, texmi qattiq bo'ldi degan edi. Bir qadam tashladim. Amaliyotda bundan keyin bizning harakatimiz davomli shamdi yo'q. Biz yana bir qadamni tashlab chiqa olamdik yo'q. Konkretlik darajasiga da'vatda nahayat halqiliq payt keldi, halqiliq qadam tashladik, nahayat halqiliq payt keldi da'vatda juma. Amaliyotda bundan keyin bizning harakatimiz davomli shamdi yo'q. Biz yana bir qadamni tashlab chiqa olamdik yo'q. deb ko'rsatdi Muavin davlat islohoti Vendi Sherman. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.